Poytaxtimizda Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyo formatidagi davlatlar tashqi ishlar vazirlarining navbatdagi uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari hamda Turkmaniston Respublikasining tashqi ishlar vaziri o'rinbosari ishtirok etdi. Tadbirda shuningdek Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili, Yevrokomissiya vitse-prezidenti Federica Mogherini ham qatnashdi. Yig'ilish davomida ishtirokchilar mintaqalararo hamkorlikning dolzarb masalalarini muhokama etishdi. Uchrashuv davomida Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi siyosat mahkamalari rahbarlari Yevropa tomonining 2019-yilda Yevropa Ittifoqining yangilangan strategiyasini ishlab chiqish va qabul qilish rejasini ma'qulladilar. Shuningdek, ular o'z davlatlarining mazkur jarayonda faol qatnashishiga tayyor ekanligini bildirishdi. Uchrashuvda shu bilan birga mintaqaning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va texnologik, ilmiy va ta'lim sohalarida mintaqalararo hamkorlik masalalari muhokama etildi. Yig'ilish ishtirokchilari e'tibori Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish va Afg'oniston bo'yicha Toshkent konferensiyasi oldidan uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish masalalariga qaratildi. Tadbir yakunlari bo'yicha ishtirokchilar joriy yilning ikkinchi yarmida Bryusselda navbatdagi uchrashuvni o'tkazishga kelishib olishdi.